Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. Ispaniya chempionatining 10-turida Real o'z muxlislari ko'z o'ngida amaldagi chempion Barselonani qabul qilib, qiyin o'tgan uchrashuvda 2-1 hisobda zafar quchdi. Madridliklarning gollariga Kylian Mbappe va Jude Bellingham mualliflik qilgan bo'lsa, kataloniyaliklarning yagona javob to'pini Fermin Lopes kiritdi. Uchrashuvdan keyin Real futbolchilaridan Dani Carvajal va Vinicius Junior raqib futbolchisi Lamine Yamal bilan orani ochiq qilishga urindi. Gap shundaki, Barselonaning 18 yoshli futbolchisining Real haqidagi gaplari oraga sovuqchilik tushirgan edi. Ta'kidlash joizki, uchrashuvning oxirida har ikki jamoa vakillari o'rtasida janjal ham bo'lib o'tdi. To'polonda o'zini ko'rsatgan qahramonlardan biri Vinicius Junior bo'ldi. Braziliyalik yulduzni tinchlantirish uchun bosh murabbiy Xabi Alonso ham aralashishiga to'g'ri keldi. El Clasico'dagi muhim g'alabadan keyin madridliklarning jamg'argan ochkolari soni 27 taga yetkazib oldi. Barselona endi raqibdan 5 ballga ortda qolmoqda.